Assalomu alaykum aziz ustozlar, saytimiz foydalanuvchilari. Sizlarga demak Edugames uz platformamizning yangi qo'shilgan metodini foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda demak mashq nomini aytaylik. Uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar. yoki aytaylik mashq nomi hayvonlar bo'lsin. Hayvonlar mavzusi bo'lsin. Topshiriqimiz xo'p, uy va yovvoyi hayvonlarga ajratilgan berilgan hayvonlarni berilgan rasmlarni uy va yovvoyi guruhlarga ajrating. Xo'p, bu yerga guruhni kiritamiz. Uy hayvoni, uy hayvoni, yovvoyi hayvonlar, yovvoyi hayvonlar bo'lsin. Xo'p, bu yerga rasm kiritamiz. Demak, bu yerdan uy hayvoni deyapmiz. Element qo'shish. Xo'p, bizda saqlab bo'lgan rasmlarimiz bor. Bu yerdan xo'p, mana kiritishimiz mumkin. Element qo'shish, uy hayvon dedik. Xo'p, bularni o'chirib tashlaymiz. Bundan oldingi vazifalar edi. Xo'p, bularni o'chirib tashladik. Xo'p, uy hayvoniga yana element qo'shish deyapmiz. Xo'p, faylni yuklaymiz. Ikkinchisi element qo'shish. Uchinchisi xo'p, buni yovvoyi hayvonga element qo'shish. Xo'p, to'rtinchisi mana beshinchisi ekan, kechirasizlar. Xo'p, yovvoyi element qo'shish deymiz. Xo'p, yana element qo'shish. Demak, uy hayvoni ekan. Xo'p, endi boshlashni bosamiz buni. Demak, nima deyapti vazifada? Berilgan rasmlarni uy va yovvoyi hayvon guruhlarga ajrating. Xo'p, mana bu yerda ko'ryapmiz, ikkita guruh keladi. Mavzu demak hayvonlar mavzusi, uy hayvoni va yovvoyi hayvonlar. Pastdagi rasmlarni olib joylaymiz. Mana uy hayvoni mushuk bo'lsin, qo'y bo'lsin, sigir, uy hayvoni bo'lsin. Bular yovvoyi hayvonlarga ajratib turib tekshirishni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda to'g'ri bajarilganini ko'rsatyapti. Qayta urinish. Misol uchun buni joyini almashtirib qo'yadigan bo'lsak, tekshirish bosganimizda demak xatolik, mana noto'g'ri deyapti bitta. Shunaqa xatoliklar beradi. Buni xohlagan mavzuga demak moslasa bo'ladi. Xohlagan fanga, sinfdan kelib chiqishdan qat'iy nazar farqi yo'q. Sinf, mavzu, matematika, ona tili yoki boshqa har qanday fanda guruhlarga ajratish, xohlagancha guruh tuzish mumkin. 2 tadan 5 tagacha, 10 tagacha guruhlar tuzish mumkin va bu yerda elementlarni berib turib guruhlarga ajrating deb darslarda demak yanada qiziqarli bo'lishini tashkil etish mumkin. Bizni kuzatishni davom eting. Biz yangi metodlar qo'shib boramiz.